Sharq Turkistondagi majburiy emgak izchil davom qilmoqda. Xitoy xalqaro jamiyatni aldash tashviqotini kuchaytirish bilan bir vaqtda Sharq Turkiston xalqini izchil turda majburiy emgakka salmoqda. İctimai uchur vositalarida tarqalgan sinlarning oshkorlanishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqini intayin tuvan ish haqi bilan qul o'rnida majburiy emgak silish qilmishini izchil davomlashtirgan. İctimai uchur vositalarida tarqalgan sinning birida Sharq Turkistonning ma'lum rayondagi majburiy emgak o'rnining cho'ng zalida majburiy emgak silinayotgan yuzlagan ayollar radlik turg'izilib, Xitoyning atalmish davlat sheri qo'zg'al naqshisining xitoychisini o'qishga majburlangan bo'lib, mazkur ayollarning askarcha turib naqsh aytishi qattiq boshqarish tuzumida boshqarilayotgan turmadagi jinoyatchilarni eslatadigan bo'lib, ularning holati mazkur ayollarning ig'ir majburlash vositalari bilan kontrol qilinayotganligining belgisi deb qaraldi. BDT Musofirlar Mahkamasi Pokistondagi Uyg'ur musofirlarining panohlik guvohnomasini yangilanishga o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan 2 hafta avval Pokiston soqchi doiralari va istixborot xodimlari Rawalpindi qatorliq joylarda turishlik Uyg'ur musofirlarini izlab kelib, agar ularning BDT Musofirlar Mahkamasi tomonidan berilgan panohlik guvohnomasini darhol yangilamasa, Pokistonda davomli turishiga bo'lmaydiganligi, ularning Xitoyga qaytarilishi mumkinligini uqtirgan. Uzun yillardan beri Pokistonda yashab kelayotgan Hoji Niyaz va uning 8 kishilik oilasi Xitoyning Uyg'ur elida 2017-yili boshlangan keng ko'lamli tutqundan keyin, ya'ni 2019-yilda BDTning musofirlar ishxonasiga panohlik iltimosida bo'lgan. BDT Musofirlar Mahkamasining uningga bergan panohlik guvohnomasida uning bir panohlik delegati sifatida BDT Musofirlar Mahkamasi Oliy komissari ishxonasi tomonidan uning hayoti va erkinligi tahdidga uchraydigan davlatga qaytarilmasligi va uning qo'g'dilishi kerak bo'lgan shaxs deb qaraldiganligi ta'kidlangan. Ular yaqinda soqchi va istixborotning tahdidiga uchragan oilalarning biri ekan. Fransiyaning prezidenti Emmanuel Macron Fransiyaning poytaxti Parijda o'tkazilgan dehqonchilik yarmankasida o'zining 4-oyning 5-ida Xitoyga borganligini bildirgan va Xitoyning tinchlik tirishchanligiga qatnashishi bir yaxshi ish degan. Macron so'zida Xitoyni Rossiyani qurol bilan ta'minlamaslikka chaqirib, Xitoy Rossiyaga besim ishlatib, Rossiyaning ximiyalik va yadro qurollarini ishlatishning oldini olishi va suhbatdan ilgari bu tajovuzchilikni to'xtatish kerak degan. Yevropa Komiteti xizmatchilarining organ telefonlarida TikTok appini ishlatishini cheklagan. Yevropa Komiteti 23 fevral kuni uqtirish tarqitib, xizmatchilarni 15 martgacha bo'lgan oraliqda organ telefondagi TikTok appini o'chirib o'tishini, agar shaxs telefonlarida TikTok appi bo'lsa, u holda xizmatga munosabatli ishlarni shaxsiy telefon orqali bajarmaslikni talab qilgan. Bu Yevropa Komitetining tunji qitim o'z xizmatchilariga bexatarlik sababidan bunday bir talab qo'yishi bo'lib hisoblanadi ekan. Bosh shtabi Xitoyda bo'lgan dunyoda eng ko'p xaridor to'plagan ijtimoiy aloqa vositasi TikTok Amerika qatorliq davlatlar tomonidan Xitoy hukumati uchun uchur o'g'irlaydigan josuslik detali deb qaralib kelmoqda. Xitoyning shimolidagi ichki Mo'g'ul avtonom rayonida bir kon o'rilib tushgan. Xabarlarda bu konning 22 fevral chorshanba kuni o'rilib tushganligi, uningda 53 odam borligi bayon qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, kon o'rilib tushgandan keyin dahshatli serilib tushish hodisasi yuz bergan. Ijtimoiy taratqularda bu ko'rinishlar tarqalgan.